Muhammad Ali deymiz endi biz Habibullayev. O'shani zamin qilinglar dedim, o'rniga opornik qo'yaylik dedim. Endi u ko'proq qatnab padashi ijodkor futbolchi. Endi shu kungacha masalan kimga zamin bo'lasan desam, bo'ldi, so'zsiz zamin bo'ladi. Hech kim e'tiroz bildirmagan. U ham bunaqa Islom aka dedi, menga ishoning dedi, men o'ynayman, men chiqmayman dedi. Endi o'sha paytda kak trener men aytsam bo'lardi, nima deyapsan sen? Вообще umuman terma jamoadan yo'qotib yuboraman, sen trener gapiga qarshi chiqasan, sen ham bo'lardi. Keyin o'ylab ishonyapti shekilli o'ziga dedim. Men 2 kishining o'rniga ham o'ynab beraman dedi. Ishonch bilan aytayapti. Ha bo'pti, mayli chiqib o'ynasin dedim. Yonib turibdi-da. Lekin haqiqatda chiqib yaxshi o'ynadi. Chiqib. Sразу avstraliyalik hakamni peshonasidan o'pib qo'yardim endi ko'rsam. Penaltida u epizod o'tib ketdi, bo'ldi. Hech kim bunga e'tibor ham qaratgani yo'q edi, topdi endi. Penaltida topdi, молодец, lekin avstraliyalik Alivarda o'tirgan hakam.